Halayım, gözün olsa tallab al, kulukun olsa anlab al. Bu eşek terisinin üzü de, yüzü kılının yüzü de kerligen kelin dap. O dapni otqa qaqlasan qızamaydı. Her qancha ursan yerilmaydı. Begi sancısan ötmeydigan, qililiqti gap ketmeydigan yüzü kelin dap. Daplarning har xili, dukunimizda var har xili. Kelinglar, ish olmaganda ko'ruvdinglar. Bu shunday ishlarning borligini bilinglar. Kelinglar, xaloyiq. Ish olmaganda bu shunday ishning borligini bilinglar. Hay Osman. Sizni izlamagan yerim qolmadi. Bu yerda nima qilib yurasiz? Ha? Dapsi to'timan dap. Bu degan tijorat xudoni. Tijorat. Akilanga dapni. Mana tijorat. Nima qilganing bu? Ha? Pul degan hashlamay sanab tursinmi? Ko'ngillik ishchimi xotin, ha? Bana qarqina. Kim meni savdo qilishni bilmaydi deydi. Mana amaliyat. 7-8 oy ichida 11 ming so'mdan ko'proq pul debdimi? Endi uni bir dumlasam 20 ming so'm, yana bir dumlasam 40 ming so'm degan gap. Uni yana bir dumlasam qancha pul bo'lib ketadi? Qani o'zing bir daqiqa. 2-3 yilning yoki ovqat qilaman deb ziyon qilib dastlab shirdingiz. Buda azroq pul tepib qopti ekansiz. Hajabmi qiliq topamay qoldingiz, ha? Hey, yodingdan chiqib qoldimi? O'tganda chet elga chiqqanda ishtimizdan tishtirma oldindan bo'lib ketgan-ku. Shu chaqda qilgan sodini endi qilamandim. U chaqdagi ishlarni texchi unutib qolmabsiz-da. U chaqda bog'u mening tuqqanlarim ha-hu deyishib bermagan bo'lsa, ab chiqqan mallardan foyda olishingizga natoyinti. Ha, shundaq. Tuqqanlaringmi bu yerdan cho'ng-cho'ng sovg'atlarni apag'achqa ha-hu degan gap. Bo'lmasa, ularning qarab ketishimi tayinliqdi. Bo'ldi, ularni maqtamay mening gapimni anig'ina. Qara, hozir bizning qo'limizga pul kirdi. Pul kirdi degan gap, aql kirdi degan gap. Bu pullarni ko'rib, mening kallam vaqtida ishilib ketdi. Endi kallamni ishiltib, bu pullar bilan shunday ishlarni qilayki, bu pulga bir moy zavodi qursak, ma pulga kamp zavodi qursak, meningga xodik. Yo'q, Ladadan birini mangdirib qo'ysak, u chaqda pul degan eshikdimi kirdi, tunglikdimi kirdi, hamma yerdan kirdi. Vah. Pullarning hammasini mush ishiltiversangiz, uyda nima xashlaymiz? Men to'y to'kinga borsam, ikki qo'limni burnimga tiqib boramdi. Asta. Esim qursin. Mo'yim ishdim birini unutib qoldi, tasqabdimi xapamanlar xotin. To'yning ishig'i kelsak, mening kamp zavod qurdig'im esimda bordi. Shu odamigarchilikka osh kampitlarni xaltlab opirsa, onadagi to'yga borsan xodikka o'ltirib, yo'q, ladaga o'ltirib borsan. Ha? Qolgan kichik ishlarga o'zing bormasmi, ha? Ma pulni uyga xarajat qil, ha? Qanday, ha? Ush pullarning hammasini uyga ishlatamdi. Ha, shundoq. Mani ras. Belli. Bu uyni remont qilib bir do'kon ochsam, uy o'zimning ijara to'lamayman. 5000 so'm xashlab 50000 so'm topaman. Ay, yana ommaga telefon olmasam 2000 so'm bilan 25000. Yo'q. 30000. Mayaga may zavodidan birini qursam, yiliga 50,000 so'm topaman, 50,000 so'm degan gap. Ey xotin, nima ketyapsan? Ha, miyaqkila. Miyaqkila xotin. Men deyman, meshaga 2 qavatli binodan birini solsam, ya 3 qavatlik. Seningcha darvozasini oyoqni ostaq bo'larmi, mayaqdimmi? Nimandaq bangining xiyolini qilasiz. Qarang, qilib shirgan ishlaringizni. Biraz ko'rib qolsa, Osman sarong bo'lib qopti demamdi.
Sarang boptu desi dememdi. Sarang bo'lmog'icha boy bo'g'ilib bo'lmaydi. Men bu bir sarang bo'pa qaymiki deyman, ha? Soddacı bo'lsiz. Oy! Siz bilan ko'rishishim bek tez bo'lib ketdi, Rayhon. Kunduzlari xizmat bilan aldirash deysiz. Kechqurunlari uyingizdan chiqolmaysiz. Dadingiz sizni bek ching bosh qurib juma. Fursat bo'lsa ko'rishyapmiz bu mana. Haftada aram bir qatim ko'rishib olsak, buni muhabbatlashtirib tekili bo'lamdi. Sizga desam, og'illarning hammasi to'yib ketdi. Biz paytni tutib to'yni gipida qilib olsak alomat yaxshi bo'ladi-da. O chaqda uyingizning oldidagi xijolat to'qmish sizni maral jurdiga ishtimi qutib qoladim danga. Dadingizmi yaxshi bir kuyov qilib uyga qoladi. Voy. Qarab. Ma adam. Qandaq? Qaltis yasnolibsiz bu. Nega boray deysiz? Bugun daryo bo'yiga berib, kallamni saygatkash. Bundan keyin qandaq savdo qilish to'g'risida obdan bir o'yinlaymiki deyman. Pul topqichi aql top degan gapni anglaganmisan? Ha desizlar, daryo bo'yiga borman deysiz. Birasi beshingizni aylantirib yurmisin yana. Voy xotin, sen bilan 20 yillik qadimiy sotim bo'lib qoldik. Endi mush yosh kirganda shaytonning kayniga kiramanmi? Voyta. Ko'nglimni cho'nqur yerda sen baq xotin, ha? Xotirjam bo'l. Lekin hozir pul degan shayton paydo bo'lib qopti. Ozdirib kelsiz shu ozdirib ketamiki? Shundaqmi? Berib kelaymi? Berib keling. Xo'shamsan xotin? Xo'sh. Baldıra qaytib kelasiz. Hey, ko'zing yo'qmi sening? Mashinadan tushmaysan mamda. Pochtisam olimdan qala aka. Bu sening tushmaydigan ishga karvan emas. Qarsam boshlaring sangilib ketibdigina. Shunga seni o'yg'itib qo'yaymiki deb qoldim-a? Hey, uka, biz sagakchimi, texi oldirab mashinaga usvolmaymiz, ha? Chaq-chaq qilib qo'ydim-a, Osmon aka. Uxtam. Ha. Bu qarsomgini ko'tarib, nega mangding? Nagi bo'ladi, uka. Menga sagatkash, daryo bo'yini aylanib kelaymiki deyman, ha? O'ynaymiz, yashaymiz, uka. Allohim, to'la payzing vajimi Osmon aka, ha? Uka. Mushu uyingni sog'ichi qancha pul xashiding? Ajab buni so'rab qolding-ku. O'zim so'rab qo'ydim. Buningga shu 1.200.000 so'mdek ketdi. Tash, sen bek oshirib etding. Bizmi savdogarchilik qilyapmiz. Bozorni oz to'lusimi bilamiz-jimi? Qiziq gap qilgan-san aka. Ishonamsa, bu o'zingning ishi. Bu o'ylani silishqa rostilla shuncha ko'p pul ketganmidi? Peyzinglar. Kelar, bilan o'tiramiz. Xo'sh. Peshondagi shlapimi, biliq tutan tormi? Peyzinglar, peyzinglar. Ben berib ko'rsam kelay, ha? Beriver. To'g'ri qo'ysang chiqib qolmasanglar bo'ladi-ku.
Osmonni oq bulutlar qoplab turar. Toshqonlar saydin sayga taqlab turar. Ba'zilar koni uyni oqlab turar, yigitlar qiz bolalarni saqlab turar. Bu vaqtda bujigida uxlab turar. Mashinlar cho'ng ko'chada qatnab turar. Savdogarlar mollarini maqtab turar, gohida bir-birini batlab turar. Bulbullar bog'lar aro sayrab turar. Bo'ytaqlar to'yga berib yayrab turar. Mashin so'tisiqmi? Daryoning bo'yiga har kelganimda ilhom aram bermay qaynab turar. 500 ming so'mni degan kashil avatib beray. Bo'ldi, o'sim olmayman. 500 ming so'm degan qanchalik bo'ldi? Sizlar xotirjam bo'lsizlar, ha? Xo'sh yapsa. Xo'sh. Yaxshi, tekshirdiz. Obdan turdingizmi? Qaraganda siz nayt yetishgan shoir o'xshaysiz. Nima degan qoltismi siralar u? Nima degan qoltis? Hayotni siz anglabsiz-da. Albatta angladim. Men degan bir misra qobillik gapni anglasammi, shuncha hayajonlanib ketdiman. Rahmat. Kechirsiz. Ismingiz nima ekan? Ismim Osman. Gayla taxallusim bilan qo'shib Osman Shavqini deb chaqirdi. Osman Shavqini degan siz bo'lamsiz? Men sizning nomingizni ko'p anglagan. Bugun oxir ko'rishga nasib bo'ldi. Didor g'animat. Ismingiz? Mening ismim Lit. Lit. Qaraganda cho'ng bir savdogarda qilasiz, shundaqmi? Kasbimiz sho'b qoldi, qarang. Mol yotgab, mol setiblar, kunimiz o'tib ketyapti. Qo'limizda pul olgan bilan qo'sig'imizda umashning tayini yo'q. Undaqmi deb ketmang. Sodinimi qo'sig'ida umuchi va, deti va odamlar qilalaydi. Hozir savdo qilayotganlar har tarafdan ko'tarilib ketdi. Bizga shundaq fursat yo'q dang-a? Nima? Sizmi savdoga qiziqamsiz? Qiziqmaychi. Kimdan ko'proq pul topqisi kelmaydi deysiz? Jahonni endi haqiqiy tushunibsiz. Rost gapni qilganda, hozir pulovaning gapi o'ng, puli yo'qning gapi to'ng bo'lyapti. Rost deysiz. Pul olsa jangalda sho'rpa debdi-ki. Kerak. Haydi birdan o'tiraylik. Voy bu so'mkingiz. Mishadi birdan payzi qilay deb kelgandim. Oy, nim qilyapsiz? Meningdan ishmaydi bu. Ishkimiz bu yerda o'ltasak yarashmaydi. Oyoq berib o'ltamaydi. Restoranga beribmi? Shu yerga. Maqlamsa. Bu yerning havosi yaxshi emasdi. Qani? Qani. Xo'sh. Qani. Emonda. Shunda. Qani ela. Qarang. Sizga esa hozir hech kim bilmaydigan bir savdo bor. Bu savdoning foydasi intayin ko'p-da. Mana men necha yildan beri shu savdoni qilib kelyapman. Agar turmushim ko'tarilsin desangiz, ozroq mablag' chiqarib, savdomizga sherik qilib olay. Qani. Men sizda shoirlarni pek hurmatlayman. Maqta. Bu sizga qilgan yaxshiligim bo'lib qolsin, O, qandaq savdo? Dop savdosi. Dop savdosi? Dop degan ota-bobolarimiz uzun zamonlar ilgari ijod qilgan ajoyib isl sozlarning biri. Hozir Jungo ichida emas, Xinjiangning doplari chet elning hamma yerlarida nom chiqadi. Mundaqda. Bu gapingizdan qaraganda bu bo'ladigan savdo qiladi. Menmi bir beyib ketsam deb kech kunduz o'ylayman. Siz bilmaysiz. Mening Hoshim Do'nay deydigan bir xo'sham batdi. O hayot vaqtida tavus pishib satadigan bizning ko'chaning do'qmishida. Bir tilim tavusning pulini talashib, xaridorlar so'qishib, tavus tiladigan yo'g'on pichoqni haq shiltiyman deb o'zining jayniga urib olib Do'nay o'p qolgan.
Hazır, bu donayının balısının halının çoğunluğunu demeysiz. Ha? Üyümüzün aldığı pişanımızı dongaytıp 2 qavatlik bina silib oldu. Hey, hasta kalıdı, teratxanaga mı, pikapga olturup bağlı. Ha. Bu günün yaşlarını ver deme. Pul tapsı uçup düşüdüğü yerini tapamay kalıdı. Şunu dememsiz. O Haşim donayının balısı az tulup pulu tepip cihanga patmaylı kaldı. Ben sizge rastını desem içimge bir şeytan kirib aldı. Haşim donayının balısı 2 qavatlik bina sağan bulsa ben 3 qavatlik bina salamam dem. Doğru. Aytqanlarınız tamamen doğru. Xalq işigimiz aldıda 2 qavatlik binalarni silib yayrab yursa bu alamga qandaq chidib bu? Man qara. Ölmegen canda ümit bağı degan gap bor. Boshqalar qilgandan siz nima ish qila olmaysiz? Agar tavakkul qilsangizlar, cho'qim pul tepib ketasiz. Sizce men zodi qanday qilsam bo'lar? Bir obdan tanışıp qoldik. Siz cho'ng savdogar bo'lgandan keyin menga bir aql ko'rsatgan bo'lsangiz. Qani, avval ishlaydi. Qani. Qo'y. Qani, elim. Qarang. Bir necha yilning oldida men mo yochig'imda kiryoqlikdan boshqa hech nima chiqmaydigan bir musofirdim. Mana o'zingizmi ko'rib turibsiz. Men qarang dedim. Gapingizdan ishonchlik odamligingizni aytdim. Agar xohlasangiz bayam aytgan daf savdosining bir burjigiga menmi sherik bo'lib qolay. Qaddim ko'tarilib qolsa, bu yaxshiligingizni cho'qim qaytiraman. Albatta, albatta. Mana. Bunchalik narsalarni ish qilib bo'lmaydi. Desmay degandan ko'proq bo'lgani yaxshi. Shundoq. Men amalni qilay. To'g'ri, amalni qiling, amalni. Mana. Herhalde bir saneviydi. Ma'qul. To'g'ri. Shunda husn emasa. Hey balam. Bana öykürüp bir çin soğuk şey çıkar.
Yürü balam. Adıdaş kapırıp be. Aptapta pusatma ketkensiz. Çay içi bilen. Rahmet. Rahmet. Ne çıkın boldu? Karsa müşahidli yürüyesiz. Karganda yakıtını izlep gelgen okşamamsız. Yo'q. Ma'ul Letipni izlab kelgan. Hey, siz mi aldınıpsız da? Qandoq deysiz? Onun ismi Letip emas, Yakup. Nima dedingiz? Uning ismi Letip emas, Yoqubmi? Ha, Letip emas. Onu hamma odam Yakup Qizilko'z deydi. Onun da pulimiz batdı edip kep gitip turib odamlarmi o? Xeyli bak. Hey, qarzini söylep kelayotganlarning ko'pligidan bechora ayolim o. Uyda turolmay, sahrada ketganlarning uylariga ketdi. Enisi Shavkat ba'zida ancha-muncha kelib, bu uyni yo'qlab turadi. Balam, bu mashina o'zingmi? Ha. Yaqinda setib olgandim. Qaraganda tijoratchi o'xshamamsa. Shundoq. Ha, bo'pti balam, bo'pti. Qani, avaylab sizlar cho'ndada. Masla. Masla. Rahmat balam. Rahmat. Seni ko'p ovora qilib aytsi yo'q cho'ndada. Bo'ldi balam, bo'ldi. Elim shuncha yerda mashak ekib qo'yding. Sağ ko'p rahmat. Hechqisi yo'q cho'ndada. Men sizni o'ldirib ekirib qo'yib, uningdagi maqsami bo'ladi. Masla. Ajabmi, adab qo'ydik cho'ng'ibsa balam. Sana bakli asligim bilyotdi. Kimning bolasi sen? Men Hashimdagi odamning bolasi. Hashim Donoy desa, to'nimaydigan odam yo'q. Qani, masla. 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 Balam, shuncha jiroqlardan mashinangni ekib qo'ysang, ismingni so'rab olmabdimi? Isming kim bo'ladi sening? Ha? Bala, ismini so'rayapti. Ha, yat. Kim yaptaymi? Bo'ldi, baqirma. Ay, mush ishni sen. Mehmon kelsin xavoja. Kim yap? Yat. Bo'ldi, qolma. Yat. Balam, nim bo'ldingiz? Men chiqib qarab boqay. Voy, nim deb keldingiz? Voy, tasarak bo'lma, dadam ko'p. Men sizni mayli do'qimiz saqlayman. Cho'qim vaqtda chiqim bo'lamdi. Ha, vaqtida chiqma. Tez keting. Tasarak bo'lding. Voy, dadam ko'rib qoldi. Bo'ldingiz. Chini chiqilib ketibdi. Biz Osman Efendi'ni ah ko'ngil, obdan odam deb ishinib, onunğa pul verib turgan. Ammo lekin vaqt bek uzrab ketdi. Söylemayli desek, bizga mo pul lazım bo'layotdi. Hey, Shu emasmi? Biz sizlarni xijil qilmayli deb az keldik. Osmonjon bir yerdan amal qilib bergan bo'lsa bo'pti. Biz sizlarning oldinglarda ko'p xijil. Osman u aldamchini izlab Bamğa yer qamidi. Biroq sodil topamayotdi. Amalni qilgan kuni pulinglarni cho'qim qaytirib beramiz. Bir amal qilib mening pulimni patroq berib bersanglar bo'ladi. Nima deb sening pulingni avval berib kerak? Sening puling pul, bizning pul emas, qog'ozmi ekan? Meninkini avval berib bersin. nima deb sen avval olsa, biz edishimiz kerak. Yo'q, oldi bilan men olaman. Avval men olaman. Men olaman. Men olaman. Hey, Olmasam bo'lmaydi. mening oilamda qiyinchiligim bor. Men olmasam bo'lmaydi. Nima deb tavog'i deksan? Men olmasam bo'lmaydi. Men olaman.
Vay. Arada ezan sattım. 10 so'mliklarni 5 so'm sotib etdim mana. Kelinglar. Ko'machida qancha bu? 10 koy aka. Akina. Almışsınız akina. Besson. Besson değil ala ha. Hey, bu kimden etti? Ha? Ya aylab gel. Bu kimden etti? Benim süpürgem, yaxshi süpürge. Başkalarına girip tapamsınız. Bu at ne? Kapırıp bağlıydı balam. Ma'qul. Ha, keling aka, keling ha. Yaxshi süpürge var, balam. Keling. Dostlar, keling. Ha, kelinglar, Bessom'da sattım, Bessom'dan. Yapondan, Shanghay'dan, Guangzhou'dan maykilleri, hey! Kelinglar, xaridorlar, kelinglar. Azan sattım. Ya, 2 so'm bo'lmaydi. Keling aka, keling ha. Keling. Ha. Yaxshi maykajimi bu? Yo'q, bo'lmaydi. Hey, Guangzhou'dan. To'xta! Oldin birinchisi. Nima turma? To'xta! To'xta! Bu aldamchi. To'xta! Bu aldamchi! Tutinglar uni! Bu aldamchi! Tutinglar! To'xta! Tutinglar! Bu aldamchi! To'xta! Tutinglar, u aldamchi! Bu aldamchi! To'xta! Bu aldamchi! Benim etim. Halayı koşuyla ola. To'xta! Oy sen bir dakika abla. Ya sen tügülep geçti bu. Anına kadar kelime. Nedir o inşikto? Beni öğrettim. To'xta! Sen kulakçıdın ha? Sen neymiş oğurlaysa? Ya oğurumuzdan ümit kaçsa? To'xta! Bu haramzade! Sen daha kış bitse zade! Benim kulağımda kış kullanmaysa to'xta! Haramzade! To'xta deyman! O'ldirgan bo'lsam seni! To'xta! To'xta! Tutib oladigan bo'lsam! To'xta! Bu aldamchi! To'xta! Hep! Tutib oladigan bo'lsa, pachiqimni so'ndirib yudaman. To'xta! Uni tutinglar! Bu aldamchi! Naqa chiqib bilsanki. Endi bu qaysi qilib baqay. To'xta! Verifikatsiyani. Ha? Kile? Ha? Hey!
To'xta! Bu haramzada. To'xta. To'xta! 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 Nega qochsan ki? Endi o'tib. Nerede? Endi o'tib turgansan, haramzada. Endi nega qochsan ki? Qani men bir ko'rpa qoch. Sen nega qochib qutulsan ki? Men bir ko'rpa qochsini. Qani, qacha. Oycan. Qutulgansan. Oycan. Nega qochib qutulganni men bir ko'rpa qoch. Qandaq? Nocho'da kelmamsa? Oycan. To'xta! Ben seni tutup alsam. Hep to'xtat. Sen qechib qani. Nega qechib qutulsan ki? Qani ko'ringlar. Boringizni necha so'mdan sotasiz? 10 so'm. Bu yerda chatoq yo'q. To'qilishi intayin yaxshi. 8 so'mdan bering. Kam bo'ladi uka. Men sizlarga boshqalarni ko'rsatay, ha? Hoy, hey, uyatsiz. Sen bu yerda nima qilyapsan? Sodamni buzmay, bu yerdan darhol yo'qol. Cho'pchoni turib qipkaling ochilib olganni. Yo'q, qaranglar. Kimdir silib. Borni keyin nima qildinglar? Qaranglar, ko'p kun qipkaling ochilib olgan. Shu emasmi? Yaxshi bo'lmagan xabar ekanlar bu, ha? Qacha yana. Nega qechib qilmoqsan ki? Ha? Kazzab. Qacha. Yelimni qo'yib. Yelibika. Ma, qo'yib deyma. Mana kazzab. Mana bilan. Ma yelimni qo'yib deyapman. Qandaq deyman bu? Unda qo'sa akaning na'ligini menga aytib ber. Akamning na'ligini men qandaq bilaman? Hey, meni savr taqdim tushib ketdi. Unda qo'sa akaning qarzini sen qaytar. Nima? Men qaytaram dema? Men senda pul olganmi? Akam qechib ketgandan keyin qarzini sen qaytursan-da albatta. Hey, sen sodini akam bilan qilganmi yoki men bilan qilganmi? Gap qilmasam atiganda bir qo'g'lab, jinemni qo'ymading. Akaning na'diligini sen aniq bilsa, bir yildan buyon meni qo'ldirib keldim. Mushunda qism qutilmadi otamsa? Bunda hamxal qilishma. Qodiga kecha tuyulib, oldida tasvisi etmaydigan bo'lsam, o'g'il bo'lmay ketay qutma. Na? Sen nima bo'ldi? Akamni qarzga qo'yib, yana baqirib jaqqango. Ha? Akilim, nima sen ketdi? Sen shoshaliklaring dastur, yangam o'zi turamay, qoldiringa ketdi. Bu bizga nima qilgan? Ha? Kelim chiqib ketdi. Meni qo'ying. Mesela nima qilay? Kelim. Xalq olam oldida sat bo'lsin deb qechib qo'ysam, u rotbay qalamda. Ertegandan beri qo'g'lab, jinimni oz qo'yding-a? Mana qo'lg'anga to'ya. Hey, lükçak, adam urmoqchimisan, adam urma. Dadangdagi odamni nima deb ursa? Hey, ko'p kunda adam urvatsan-ku, ha? Sen o'qimaysan aka. Bu rotbayda bizning pulimiz batdi. Shuni bermayotdi. Shunga azroq tekkizib qo'ydim. Hey, nimada hotsa qizil ko'z, men sizlarga qarzdama, ha? Ey, mani? Pulni olamaganni oz deb, tek tayoq yeb kepsiz. Obdan bo'pti, o'zingizga az. Xalqning yolg'on yovdaq gaplarga ishonmang deb shuncha desam, anglamadingiz. Ba'zan qiliqlaringiz kichik bolning o'zila. Endi obdan bo'ldimi? Ay, to'g'ri yetishqa yeringga tutsatmagina. Bundaq bo'lishini kim biladi deysa? Men azroq pul topay dedim shu. Pul topsam sizlar uchun bu. Qani topa oladingizmi? Taz obdan o'ngda tushdingiz. Endi haqdan olgan qarzlarni qanday qaytaramiz?
to'la ko'tildim-gina xotin. Mushkullarda qo'ymichilarga uchrab ziyon tortayotgan mallam edim. Maydasiga mushlab yurgan ni nochilarni qo'ymichilarning damig'i tushib bayram bo'lib ketyapti-ku. Buning nima deysan? Unda qo'ymichilarni sizlarda gollarni qo'yadi. Sen texi bilmaydigansan xotin. Anlasam qo'ymichilik deganmi, hozirgi vaqtda bir cho'ng o'narmish. Bu yuzi qilin qo'ymichilar mendek gollarni topamaganda bir-birini qo'yamish. Unimi qamlashtiramizsa, o'zligida o'zi qo'yamish. Unimi qamlashtiramizsa, xotinini qo'yamish texi. Ha, siz mushundaq ahmoqona gaplarni qilib o'tiravering. Voy jinim xotin, menga nima amal bor deysan? O'lmasa yetib degan bu qo'ymichimi bir kunlar yutib qaytib kelar. Chaosini chitqi yeyvetmaydiganmisan bu aldamchining. Osbrika, ko'rinmaysan-ku. Bafka, tirikchilik qilib yuryapmiz. Osbrika? Nima qapoqlaringni ko'kartib olsan-ku, ha? Birasining xotiniga chaqchaq qilib qo'yibsan-da, ha? O'zimning dadi bilan qilayotgan vaqtda qamlashmagan chaqchaqni qilmag'ira menga. Amsi iniqroq demamsa, zasang nima deb keldi? Bir savdoga sherik bo'lib qo'yilib ketdim. Shuning xapini qo'ymamdufka. Qo'yilib ketdi? Qo'ymichiga uchrab qilishdan hazar ayla Jumovka. Hey, mening eliqi ishimni anglagansa? Yo'q. Nima ish o'g'anti? Sening naring qo'shna. Voy, iniqroqni demamsa, aka. Zodi qanday savdo shirk o'g'anti? Dap savdosiga. Nima? Dap, eliqi darang'ishib chaladigan dapchu. Chaqchig'ini qo'yava, aka. Dap savdosigan zodi nima gap bu? Beshing aylanib qolmagandi, ha? Ey, sana yolg'on gap qilib nima qilma? Mushu ishni deb nurg'un pulimdan ayrilib qoldim. Astag'firullah. Nima deydigandimi odam? Aka, men shuncha yil tijorat qilib, bu dap savdosi deydigan savdoning borlig'ini zot anglab boqmabdi ekanman. Bu dap savdosi qilaman degan odamga shuncha pulim tutqizib qo'ygan bormi? Fuka, odamni qaravasqanda ikki ko'zi tangli qarg'ib qoldi-ku. Heliqi qizil ko'zdan chiroyli gap so'zlarini anglaydigan bo'lsang, erib ketsa. Uning aytishicha, dap ota-bobolarimiz nihoyatda uzun zamonlar ilgari ijod qilgan ajoyib bir sozmish. Hozir mamlakat ichi sirtida Xinjiang deb nihoyatda mashhurmish. Tavr dunyoning hamma yerdagi sozandilar Xinjiang debini ishlatamish. O'zing bilsan, Fuka, dutta tambirni tangshimisan chaqlamaydi. Dapni-chu, qulonga olasan, chalasan, darangshiyverdi. Aka, bu dapnimi qisitmisi chaqnolmas? Xo'shaqsa qisitdiki. Bo'lmasa, chiliyversan, o'zi qisib ketadiki. Qashqarda shundoq dap yasaydigan bir korxona bormish. Dapning gardishini esil yog'ochdan egib, chiroyli naqshlarni uyib, terini yumshoq raslab, pam bilan kerib, dapning gardishiga kumush halqalarni esivdi ekan. Chet elliklar maxsus shu korxonaning debini ishlatdi ekan. Bu yerda yasalgan daplarni darang'ishib chaladigan bo'lsa, to'kir odammi das o'rnidan turib usulga tushib ketamish. Mana eliq odam shu korxonaning doimli xaridorimish. Necha yildan beri boshqa ish qilmay, dap setibla beyib ketibdi-dak. Shunda bo'lsinmi deyli? Sizlarning aşı pulga olgan depanglar zodi nima bo'lib ketibdi-dak? Anglasam, bizning pulga olgan daplarni mashinaga chiroyli qochilab, chegirdan o'tkazib, chet elning bir tog'liq yo'lida ketib qolganda, mashina o'rilib, hamma dap suvga tushib eqib ketibdimish. Qip-qizil yolg'on gap aka bu. Bu dap savdosi qilimizga odamga shuncha ulab pulim tutib qo'ygan bormi? Sen bize cın ahmaq kelsen-chimi? Ey, sen meni ahmaq deysin-a? Dap savdosi bilan sening qilayotgan savdoning zoti farqi nima? Nima deysa? Mening savdom degan teri bilan jo'ning savdosi tursa, bu dap savdosi deganim savdo degan olamdi. Ey, ikkisi bor-ku. Bir gap. Nima? Ey, sening olgan terangni qirqsa yo'ngi chiqadi. Shundaqmi? Qog'a yerni Qashqardagi heliqi korxonaga olib kelsa, dap bo'ladi shu? Qandaq? Dapaqa.
Taş. Sizga bir gapni desam xo'p bo'lamsiz? Nimaga? Demayman. Qani, demamsiz, ha? Meni Edardan Urumchiga bir yillik o'qishga borganimni belgilabdi. Yana 3 kundan keyin manaman. Sizni qachongacha saqlayman, ha? Idorangizdagiligi bizning to'y ishimiz bor deb desangiz bo'lmamdi. Xizmatimning xarakterini bilasiz-ku. Sizni saqlab qirib ketadigan bo'ldim deyman, ha? Agar yana shunda qilaveradigan bo'lsangiz, men boshqa birsini tepib olaman-chimi? Ha? Tepib olsangiz mayli. Men Urumchiga berib, birasini tepib olamdimi, pexi? Nima deysiz? Ha? Ondaqmi deyishib ketmayli, ha? Siz degan mening ig'ir sinoqdan o'tgan sevginim tursangiz. Ikkimizda chin muhabbatlashganlar yetjadi yo'qchimi? Qandaq dedim Rayhon? Yo'q, men tepib olaman. Hey, men sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Cho'qim tepib olaman. Rayhon. Tayyorlik bitdimi? Chataq yo'q. Ey, chataq chiqmasa? Hay, ikkimiz birlashib ko'p ishlarni qilgan-ku. Bu qanchalik ishdi? Ey, eliqi ism kartoshkasi, o'tja, to'xtamlarni, tamg'larni hammasi tayyor. Xotirjam bo'l, hammasi tayyor. Xotirjam bo'l. Ondaqda sandonliq mehmonlarni kechdi boshlab boraman. Sandonlik og'inamning deyishicha, ular noit cho'ng sodiganmish. Shundaqmi? Shundaq. Bo'ldi, ustalni toza qatiq tayyorla. Chiqimga men ega. Chataq yo'q. Ikkimiz ayrilmaslardan tursak. Bu shaharda sodida mosajinglarga yetadigan yo'q. Ha? Hatta chet ellardimi cho'ng sodilarni qiladi. Alomat odam. Rasma. Yaxshimisilar? Mosajinglar keldi. Qani bu yoqqa bu yoqqa. Kechiringlar, sizlarni saqiltib qo'ydim, ha? Mana bu yoq men sizlarga gapini qilgan mosajinglar bo'ladi. G'arbiy diyar Paxtkandir shirkatining boshchilisi. Bular sizga gapini qilgan sandonliq mehmonlar bo'ladi. Nomba, donliq sodiganlar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz bilan tanishganimga Shinjonga kelganlarni qo'shalman. Bu yoq lexinim bo'ladi. Yaxshimisiz? Bu yoq. Qani, o'ltiringlar. O'tiring. Qani o'tiring. Taomlarni buyurtinglarmi? Buyurtib qo'ydik. Qani ko'rib baqing. Hay, bu bek oddiy bo'lib qopti. Kutkichini chaqiring. Ay, bo'ldi. Avarimman. Qani, bizga yana Petermanta, kaklik go'shti, yana tonir kavupidan birini keltiring. Ko'p bo'lib ketdi, bek ko'p bo'lib ketdi. Avarimmanlar. Isrof bo'ladi. Avarimman. Hay, sizlar degan yiroqdan kelgan aziz mehmon tursanglar. Tuzut qilmanglar. Bugun toza ichilib, yeyilib, ravrs payz qilib qong'ich o'ynaydi. Bu so'da aplashib qolsa, sizni obdan raz qilaman. Rasma, undaq bo'lsa, gapingiz tursiz. Qandoq? Albatta. Aman, ha? Ishni-chim. Kim? Kiring. Mosajinglar. Keling. Yaxshimisiz? Jonjonlar yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'tiringlar. Qani, o'tiringlar. Qani, o'tiring. Qanday yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Qani, tamak chek. Bo'ldi. Mana bak. Chay iching. Rahmat. Jonjonlar, bu Shinjongning mahsulotlari. Sizlarni to'g'rida barash keldi. Qani. Tetib qolinglar. Ovorim shirsizlar. Qani. Qani, eling. Qandaq bo'lamdi-ku? Bo'ladi-ku. Menga vaqtlarda ko'proq elib olinglar. Yana. Jonjonlar, bizning shirkat Innovatni birinchi o'ringa qo'ydi. Shundoq. Masala yo'q-ku.
Mana bu şirketning tijorat kinishkisi. Mana bu rasmiyatlari. Shundoq kel, ko'rib beqa. Janjingli, biz degan cho'ng shirkat, mamlakat ichidala emas, chet ellardami shu shirkatlarimiz bor. Bo'ldi. Bularnimi? Qani, ko'rib beqinglar. Mana bu bizning maliyani, mana shirkatning tamig'isi. Sizlarga 100 ishimiz. Bo'ldi. Sep qo'yinglar. Ata, Shaolon sizlarni shirkatga boshlab borsin. Avval malni ko'rib beqinglar. Bahasini kelishalaymiz. Kelishalaymiz. Saqlayli. Malni hat ko'rayli amsa. Baloda shataq yo'q. Sizlarni cho'qim rozi qilamiz. Vay, ben musacınlı olaman. Özünüz kim bolasiz? Ben Teminat Sodu Kooperatividan İbrahim Jo'jan bo'laman. Yaxshi. O'zingizchi. Mundaq ishda qarang. Sandongdan 2 sodigar kelibdi ekan. Ular paxta oladi ekan. Paxta. Şirketinglarning paxtasini shular ko'rib baqqan bo'lsa, bo'ladi. Bahasini o'zim kelishtirib qo'yayman. Ammo men bo'ladi, ma'qul. Shadiya. Demişti. Ben hozir Gonjo'ga borman. Ata, Sandonglik 2 xaridor keladi. Ularga paxtlarni ko'rstinglar. Bo'ladi. Qolgan ishlarni belgilim bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Bu İbrahim Jo'janning o'zi o'rinlashtirgan me'morlar ekan. Shunga ularni yaxshi kutib olinglar. Nimanda qilsiz? Ko'zingizga qarab mansonsimamdi. Senme qarab mansang bo'lmamdi, o'shkidak uskicha. Mana qarab baqay. Opla, qanotda emasmi? Akila, bir suyib qo'y. Bo'ldi qiling. Ajabmi og'ridi. Ay xotin, anlasam meli qiz yetib qizil ko'zni Urumchida yurgidak deydi. Bir berib kiraymi deyman ha? Shundaq qiling. Bu yerda qarz egilar bizni o'tag'izmagandan keyin berib pulning amalini qilib keling. Agar o qizil ko'zdan tutib oldigan bo'lsam, qiymi-chiymi qilib etmaydigan bo'lsam. Qiymi-chiymi qilib deb, uning go'shti mant etib yig'ilib bo'ladimi? Uningdan chiroyliqcha pulni undirib oldiganning amalini qiling. Hay, azroq so'q salam bersangizmi mayli. Ish qilib pul qaytib kelsa bo'ladi-ku. adamlarga o'qish maslahatlarini berdik. Bu yerdan bir radiomiz to'xtab o'tdik. Qizg'in
Ben de bakaya. Şavlun dervaz aldı saklayman deganti. Acep görmedi o. Yo'ldosh. Ajik mashinasini kirgizmasana. Kechiringlar, bo'lmaydi. Shirkat 3 kun tijoratni to'xtatdi. Omborlarni ratlayotdi. Shunga har qanday mashina kirishga bo'lmaydi. Qo'limizda to'xtamdan bor. Qo'limizda to'xtam bor. Bo'lmaydi. Andaqda jinlaringlarni ko'rishima. Ma'qul, kiringlar. Juring. Siz Bu nima ish? Butun rasmiyatlarni o'tab bo'lgan tursak, nima ish mashinani kirgizmaysizlar? To'nigilli paxtani ko'rib ketdinglar. Sizlar bilan tek rasmiy to'xtam tuzmadik-ku. nima? To'xtam tuzmadik? Nima gapni qilyapsiz? Biz degan Musajinglar bilan tunugun tushdan burun to'xtam tuzishib pulni topshirib bo'ldik. Mana bu talon. Mana bu to'xtam. Mana bu pul topshirib olganlik hujjati. Ko'rib beqing. Kechiringlar, bu Musa Janglining imzosi emas, ham shirkatimizning tamg'isi emas. Musa Jangli 3 kun ilgari Guangzhouga ketgan. Nima? Bu 2 kundan beri ko'rlini izlamagan yerimiz qolmadi. to'g'ri. Biz o ishga aldamchiga ishinib qopdik. Bo'lmasa pulni hargizmi bermasganmiz. Rost shundoq. Hay. Ular nemishqa, hujjat, tamg'a, kenishga, to'xtam qog'ozlarini yataqqa ko'tarib keladi. Biz nemishqa, naqd pulni shirkatning moliya bilimiga olib topshirmaymiz deganlarni o'ylamadinglarmi? Bu tarpini zodil o'ylamabdik. Shundoq o'ylamabdik. Qarsak, hamma rasmiyatlari to'liq taqildi, shunlashqa ishinib qopdik. Ularning chiroyli gap so'zlarini anglagan har qanday odam ularning gapiga ishinib ketadi. Shundoq ishinadi. Qarab turib, sizlarga bir muncha ziyon bo'pti. Biz bugunlik kuch tashkillab bu deloni tekshirishni boshlaymiz. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Bo'ldi, kirib ket. Ay. Sizga yana jiklab qo'yay, Osman. Yo'l deganning o'g'ri yolg'ini bo'ladi. O'zingizga ko'proq diqqat qiling. Urumchiga borganda eshak qang'irgan, daftaranglagan yerda yurmay, heliq pulni topadigandan qo'ydi bo'ling. Voy, odamning o'g'isini qaynitib, senmi yana dapning gapini qil turding-ku. Mushu dapning gapini qilmag'ina. Sen demasanmi, men bilaman. Ma'qulamsa. Ansirmigina, ha? Aq yo'l bo'lsin. Xo'shamisa. Tezroq qaytib kel. Voy kelim. Osman kapu, sen bir yer neymiş kılıcı yürüyse? Qarabroq ish qilsangmamda. Qarapaqay degan bundaq. Ha, safar nega? Ha? Urumchiga bir berib kelaymi deyman, ha? Abla, 4-5 kunda kim olsa olmamdı. Nemishqa? Mening Urumchiga boradigan muhim bir ishim bor degani. Bizning avo Urumchi demasmi? Avo deganing kim? Men to'y qilgan qizchi. O Urumchiga belim ochirish ketgan. Men uni ko'rib kelayimkin deyman. Efka, yilmi yesham bir yay berib qoldi, to'y qilmading. Qiz tayyor bo'lgandan keyin g'achchilik qilib olmamsa. Qiziq gap qildi ekansa, men shu shaqqida qilib deydigan. Biroq o qizning purchib pishmatmamdi. O'zingni pishdimi? Bo'ldi. Mashriq chiqa. Men seni bekatga olib qo'yay. Ha, menga gaping bo'ladi, Efka. Bir haqiqatim olib qo'yamda. Çekmeyen aşığı Teynada oynay Vapani ente Vapani entedirni Vay biyevme Peyzan var, Efka, peyzan var.
Qani. Kira. Qani, o'ltiring. Qanday Rayhan? O'ynab oldingizmi? O'ylanib qo'poldim. Biroq qo'rqyapman. Moshundaq chiroyli o'sin jamolingiz tursa, nimadan qo'rqsiz? Men qara. Uning ustiga o'tgan TV so'tsinimi shundaq chiroyli qildingizmi? Shundaq chiroyli. Xotirjam bo'ling, chatoq chiqmaydi. Bu qatimgi tapanaqingizni o'tgangidan hasilab bermang. Qandaq? Yo'q. Endi meni zo'rlamang. Agar bu navbat ish o'ylig'inimizdek bo'lmaydigan bo'lsa, har ikkalimizga yaxshi kun yo'q. Men qilmayman. Xotirjam bo'ling, hamma ishni o'zim to'g'rilayman. Bu qatim siz menga faqat moslashib bersangiz bo'ladi. Hargiz chatoq chiqmaydi, ha? Voy. Shavkatma? Yurtqa qachon qaytib kelsa, aka? Qarz egalari bizning oromimizni qo'ymadi. Sen qaytib kelsang zotli bo'lmaydi. Men qara, ukam. Men hozir bir cho'ng sodiq tutishib qoldim degina. Mush sodni bitiribla uyga qaytaman. E'tibor men o'gin bormadiginiga bir yildan oshdi. Sening kasabtingdan yangamni uyda turolmay tuqqanlaring ketdi. Bu bizga nima kun? Shundoq bo'lsin dedim-ku. Ma'qul qo'sh. Voy. Kimdan kepti? Yurtga inimdan kepti. Tuqqalar meni ayt saqnab ketibdi. Bir kep kelsin debdi. Qani, elim. İşlerimizden oңuшлык bo'lishi uchun. Oy. Leydipka, mushundaqla ishchamdiq. Ozroq yeydigan narsa kirmamsiz. Isim qursin. Sizdan aylansin. Nima yeysizki? O'xshagan to'xu kopi. To'xu kopi, beliq kopi. Mening mush isimza. Qizlar yaxshi ko'radigan cho'kili-po'kilidan akirsam bo'lmamdi. Men paksada juma paksada. Hozir akirman. Jindak o'tirib turaman. Saqitib qo'ydim-ku deyman, ha? Mana. Cho'kili, seg'iz, jigash o'tirib turing, ha? Jigash o'tirib turing. Qara, nimdiga o'xshagan to'qi bu. Mana. Qani, pachaqni eling, ha? Bo'ldi. Leydipka. Billa qilsak, bo'pti, billa qilaylik. Balli. Lekin o'tgankidek 5000 yuan bersangiz men unmayman-chimi? Amisa, bu qitim foydaning 20% dan olaman. Fuka. Nafsingiz va yo'g'inab ketib boramdi, nima? Unda qo'sma qilmayman. Bo'pti, amsa.
bu qatam 20%ni beray. Letikka. Ha? Men telefon qaytarib kiray. Mana telefon qaytaring. Anlamayman. Voy. Kim u? Ha. Nima? Hozirla? Mening muhim ishim botdi. Ha. Atirgul restoranning oldida? Ha. Ma'qul. Hozirla borman. Ma'qul. Hozirla. Ma'qul. Letikka. Bir do'stim meni Atirgul restoranining oldida saqlamoqchi. 10 minutda qaytib kelaman. Odam toza payzul o'ltaganda doim shunda qildi ekansiz. Birdamdil qaytib kelaman. Ma'quldang, ha? Amiz 15 minut vaqt beraman. Tezroq keling, ha? Xotirjam bo'ling, birdamdil kelaman. Hay. Mushiya saqlayman, Juma. Voy, bir xotirjam bo'ling. Bye-bye. Aldı da kram açılır bağma. Aldı var. Rahmet. Abduzun hazırlığı düştüm. Kulurum benim koskum ağaç. Canım, meniki çıkma. Obdan aşkarmaya ben başlap barım. Ovaylap çıkma. Ovaylap. Ürümçi nemi degan o'zgarib ketgan, ha? Qarag'anda Ürümchiga ilgari ketdikansiz-da? 14 yilning oldida bir qatim kelgandim. U chaqda igiz binolar bundoq jiq emasdi. Hey Fukam, men Do'nko'rikka boraman desam, Qizildog'da yuriysiz-ku. Meni boshqa yerga atmamagansiz? Aka, siz biladigan yo'llarning hammasi hozir o'zgarib ketdi. Natijaga ko'rish kelyotdi. Baradigan yerga ko'chini necha aylanganda andin bog'li bo'ladi. Bo'ldi Fuka, men sal tushib qolay. Men xalq teatrxonasida bilaman. Kechadan Do'nko'rikka piyoda baray bo'ldi. Voy aka, bu yerda mashina to'xtatib olmaydi. Kecha o'tirib turing. Birdamda Do'nko'rikka olib boraydimi? Hey, Fuka, mashina to'xtabdi-ku. Bo'ldi, mashinani aylantiryapman. Mashinani to'xtating. Men sal tushib qolaman. Tez mashinani to'xtating, Fuka. Men sal tushib qolay. Hey, qancha pul bo'ldi? 45 koy. Ko'midingizmi? Ana bas chiqib turmamdi. Ha? 45 so'm. Chaqan bo'ling, men oldirayman. Mana. Hey, benim somkam! Asta! Hey! Xenim, 302 yataq hisobotni qildimi? 10 minut burun hisobot qilib ketib qoldi. Juringlar.
Kechirim. Hech qisi yo'q. Şundan yaxshi bo'ldi. Ularning hammasi shundoq yaxshi bo'ldi. Bu bizning ma'lidiki, olam boyvachchi yo'q. Olam. Oy, Osmanlıka'mı nima? Oy, Osmanlıka. Qana, teshikmi, o'rta turdingmi? Ha, teshik. Uydagi baliqchaklaring yaxshi-da. Ha, yaxshi. Aqillar bilan tanishtirib qo'y. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men sana tanishtirib qo'yay. Mana bu yoq mening burunqi ayolimning hozirgi eri. Yaxshimisiz? Bu yoq bo'lsa, mening hozirgi ayolimning eng yaqin xizmatdoshi. Osmanlıka, qachon keldin? Jo'nagan. Ya, bugun. Ya, bayatdili kelishim. Qandaq, bu shaharning fayzi bormi? Texi fayzini ko'rgandek bo'lmadiq-ku. Shunaqmi? Yur, men sana fayzini bir ko'rsatay. Xafamaysilar, birodarlar. Men bu og'inamni shaharni bir ko'rsatib, aylantirib kelay. Avval birarumkidan. Qayqa bo'lamdi? Qo'yib o'tgan xotinning eri bilan bo'lgan ilbatchilikni bu adab qo'yaylik. O'zining ayolining eng yaqin xizmatdoshi. Bu Urumchimi g'alitili bir shahar bo'lib qoldi, nima? Nega bordiganligingizni demedingiz-ku? Avval do'stlik qapa, undan qolganini deb berma. Ha, ma'qul. Xo'sh, ichaylik. İçe? İçe. Öylendin mi? Bu şehirge kelip de öyleni vagan. Ayalığına qandaqroq o'tib o'tsa? Qaltis ko'ngillik o'tib o'tamiz. O mening ishlarimga aralashmaydi. Men bu uning ishlariga aralashmayman. Ras qaltisga. Oy, men sen izləyirəm səbiyyə ekansan. Ay, bo'lmabdi bu. Mush so'ltingni bilan mana qurqaraq ish qildiramsan? Jiram. Do'qmishlik restoranga boraylik. Jiram. Jirama. Ya? Jiram. Maya? Jiram deyma. Endi bu og'iniki bo'g'iydi. Olan bayvatchining burunqi yana bir ayolning hozirgi erimidu yoki bo'lmasa olamning hozirgi xotinining burunqi nimasidir? Sen turib qoldingmi? Ha? Manga? Jira. Xotin mangdami, jira? Yana eslayapman bu. Ha? Qara. Ha, qani. Kelam. O'tiram. Qana qeyding? Qani o'tiraylik. Xo'sh, neysa? Qani o'zingiz buyurting. Qarmada. Getirmanto. Bir degan qorda. Daryo beliqi bormi? Bor. Ondan bir taqsiz. Taktik ko'shi, to'xqa o'ti. Yotazdan bir taqsak. Abyaning yotasi yaxshi. Yani jigirimizga kavob. So'qsaydim birlashtirsak kerak. Ko'p o'ynamang. Israf bo'lib ketadi. Voy, qas yozdi qoladi. Qasini berma. O'rda o'tiraylik. Bugun bu o'rnimizdan chang chiqiraylik. Nimalar qilsizlar? Top. Top yaxshi. Odam beshig bir potlik naraq. Yana tamogidan ichki qap. Qavga bilan qachon o'tishib boshlansa, usulni tasvir o'ynatmay. Ha, qana, e'lon.
evvel koşağım tövbezaydı. Ondaki işimiz ha. Alayım. Anda. Tamam gel. Sığ değil ona. Orada kopşaptı. Vah. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kimni izlaysiz? Rayhonni. Men uning bilan birga ovqat qilatdim. 2 kun yoqi uni izlab topolmay ketib borman. Xato kirib qapsiz. Men Rayhon ismli birsini tonimayman. Oy, Rayhon menga mushu binoda bir do'stim bor degan. Men hammaga berib, uning orlishadiganlarini 2 kun yoqi izlab, bugun mushuga kelishim. Ukam, uyingizda bo'lsa, xapolmay chaqirib aytgan bo'lsangiz, men sizdan xo'shib qolay. Men uni tonimayman dedim-ku. Unda qilmay chaqirib qo'ygan bo'lsangiz, u mening 300 ming yen pulimni o'g'irlab ketdi. Voy, nimanda qildi bu odam? Men uni tonimayman dedim-ku. Hoca. Anda. Kere. Oynayın. Vay, neyme degan teyze ha? Ahmet'e qarama. Etrafımızda üstelik oturganlarning hammasi pul cho'kallar emasmi? O taraflardan bir nechini bizning ustalga teklif saqada. Vay, ajab yaxshi yaptыңдар. Ko'nglim degan topdingda. Men berib, bir qancha bizning ustalga boshlab ketaymi? Ha? Anda to'xtab turma. Hozir kelib. Ular mera sabr oynayın. Bu şehirde tolu xotun degan nimandiq to'la? Hammasi pul bor xodimlar. Pul bo'lsa, ahli nima qiladi? Bekad bir uy bilan bir erno jappasini ustiga yuk qiladigan gap. Hozirgi madaniyat mana shu. Ataqtidi. Brother. Qani kelaman. Marhamat. Qani, o'tiraman. Anda, toza sarxillarni boshlab keldim. Yandikam. Bo'ladi ekan. Pichonlar. Yolg'iz o'ltirib ketibsizlar-ku. Voy, yolg'iz olsak, endi sizlar keldinglar. Jip bo'lamiz, ha? Voy, bizga jip bo'lsanglar, xotininglar, tumshug'inglar keltirib sanmisin deyman. Voy, xotin deganda uncha qo'rqmaymiz. Yomoniga kelsa, to'g'rilaydigan gap. Lekin qo'rqatdi. O'ynaymiz, kelimiz, erlarni ko'rsin. O't chiqirib ketadi. Bu saybaqın emas. Xotin deganda qo'rqadi, ha? Chaqirg'ini bir qizilmaysiz. Menga tegdigan ketimiz bormi? Nimandaq mugdab o'ltirsiz. Burtingizni tushirib etib taqib qo'yasiz, bo'lmadi. Demishqa. O'ng'aymas olmaysiz. Mandaqda. Hozir naqsh etayotgan naqshchiga bir dasta gul sunib qo'yay degandim. Yenimda
Aslı 100 so'mlik pullar borkan. Yiningizda 50 so'mlik puldim bo'lsa, birini bergan bo'lsangiz gul so'qagan bo'lsam. Bir dasti gül shuncha qimmatmi? Gulni setib olmaymiz. Bu naqsh chiqqan ko'nglimiz 20 so'mni restoran tutib qoladi. U becharalar oran 30 so'mni beradi. Pul bormi? Rahmat. Hey, bu oshqan tamoqlarni qanday qiladi? Töküdü. Töküverse taqdak o'ylab bo'sharsiz chiqib qolmamda. Yo'q. Buningmi egisi bor. Kim? Cho'shqi boqadiganlar. He? Shundaq isil tamoqdimi cho'shqi boqanda? Ag'ayinlar. Endi toza bir suyuq salam birdan istak olatdi. To'g'ri. Ma kutkichlardan so'rasam, tomoqni to'xtatdi deydi. Sizlar jindak o'tirib turinglar. Men ma do'qmishga chiqib, azroq meychi olsin tepkiray. Ana. Hey. Ağıyla kalsın. Ne adam genci mi? Kimni dedin? O senin ağınandı. O nime kandaktı nime? Nemi dedi sen? Bu adaşını ben tanımayım ben. Əmirsə qollarını mürüsü gelip taza munduşup ketip atattın ko. Ben senin yakın tanışın okşaydı da yakınçılık gitti mi? Rast tanımam sen? Ben senin tanışın okşaydı da oltara yürüptü mü? Estağfurullah. Nemi dedi kandı mı o? He? Otarak oylap bak. O senin koyuverken xotnonun bir nimesidir. Ya ki hazırki ayalının burunqi eridu? Ağzını bek sözle. Men degen ayalını kız ağa. Kız ağam bolsan burunqi layıqıdı. Ya ki ayalının dostunun bir nemesidir. Çakçığını koy. Biz taza bir saktı bezgi uçlattınız. Nime ha? Tehe meyve çiğip etip girermiş. Bu yerim küçük nerede bu meyve çiğip varken? Toxtattır ha? O adaşın kendinden çıkıp bir qarab bakay. Güle. Hey! Taksi! Çapsama.
Çıqırıq işib qoyubsuzmu nima? Rahmat. Siz qaysi ustalda o'tirgan? Ustalda. Amma o taraf bo'lsizlar-ku. Hisobotni qildimi? Yo'q, tek qilmadi. Hisobotni qilib deb asta uyingizga qaytsangiz bo'ladi. Fuka, bu ustalning sohibxoni men emas. Emas kim? Mandaq gapdan. Fuka, bizni bu ustalga boshlagan sohibxonni men cho'rt tonimayman. Men texi bu shaharga bugunli keldim. Yo'lda G'ulam degan bir og'inam bilan uchrashdim. G'ulam boyvachchi desa, bu shaharda tonimaydigan odam yo'q. Shunda qilib, uning bilan bir qancha do'konda ichishdik. Aka, bo'ldi qiling. To'xtab tur, men senga tushundiray. Bo'ldi qiling, aka. Meni ishim aldirash. Pulni oldi kim to'laydi? Elimi men senga tushundiray. Eliq adash yo'liqdi. Men G'ulamni bu kim bo'ladi deb so'radim. So'rg'inim aniq. G'ulam burunqi ayolimning hozirgi eri, hozirgi ayolimning burunqi xizmatchi bo'ladi dedi. Shuning bilan biz musha kirib qoldik fuka. Nima deydim u? Tamoqni pulini to'lamsa, to'lamamsa. Men senga desam fuka. Eliq odam bizni mishaga boshlab kirganda, ondan turibli yo'qolib ketdi. Shuning menga Beni qo'yibdilar. Beni qo'yibdilar. Meni ish qilsizlar. Pulni beramsa, bermamsa. Pulni chiqaray. Pulni chiqaray. Pulni chiqadaymi? Pulni chiqa. Tez bo'l. Men chiqaray. Mana chiqaray. Buni qo'ya. Chiqa. Qo'ya. Ma'qul. Mana. Anim qo'ya. Bo'ldi, mana. Tez bo'l. Meni ish qilsizlar. Bizni gapirsa. Meni qo'yibdilar. Meni qo'yibdish. Vajab. Jizon, tapdimi qilinashkasi? Rost qilinim ekan bu. Tap. Hey! Nima tap bu? Jironlar kirib ketaylik. Sarangnim ekan bu. Sarangnim ekan, jironlar kirib ketaylik. Voy. Qanday ahvolingiz? Osmonda tushdingizmi, yerda chiqdingizmi? Qani, o'tirib. Oqshomda taq tushim kirib qolibdi ekansiz. Dahshatish bo'ldi. Necha vaqtdan beri chet elda o'qib, sizni izlab boramay qoldi. Bir yil yo'lingizga qaradim. Oxir amal bo'lmay teqa tunugun Urumchiga izlab kelgan. Yaxshi uchrashib qoldingiz. Shunda qani, kavobya. Qani, ela. Qara. Monda xo'sin. Men obina kirib, pulni ep chiqay. Pulni o'zim bilan qaytiraman. O'zim bilan. Jindak o'tirib, hozir chiqay. Hey! To'xta! To'xta deyman. To'xta! Bu aldamchi to'xta! To'xta deyman. Bu aldamchi qizil ko'z. To'xta!
Aldamchi! Qizil ko'z! To'xta! Oy, Hey, qanday ayollar bu? Nima qilingizlar bu? ha, Ko'may, nima bo'ldi? Sizda qarang, nima qaringiz bor sizdan? Hozir bir sarankan nima ish qildim ukam? Nima ish qilsangiz bo'ladi? Men nima bu? To'xta! Qizil ko'z! To'xta! Voy, nima qilgan bu? Voy, kesakni bizda sotib qo'yamiz, qanday qilma? Voy, uni qo'yibman. U Aldamchi, u qizil ko'z. Uni qo'yibman. U qizil ko'z. Uni chiqib tuting. Hey! Voy, bu nima qilgan? Bizda chekyapti. To'xta! Meni tutinglar. To'xta deyman. To'xta! Aldamchini ko'rildimi, topamidiq. Mana bu o'rimchidimi? Izlariga bo'lmasa. Hey, ishkirga kirib ketaylikmi? Boshqa amal yo'q, ketsa ketaylik. Shunda qilaylik. Ay. Ha? Aw, Musajinli shugu. Aldamchi, Rasukan! Uni tutaylik. Tutaylik. To'xta! To'xta! To'xta deyman. To'xta! Uni tutinglar! To'xta deyman. Aldamchi, to'xta! To'xta! To'xta deyman. Aldamchi, to'xta! To'xta! Qo'rukan bu. Shum avaylang, ha. Asta. Oyna. Asta. Mahkir bakay. Qo'tankan bu. Ha? Bu yoqqa qarab qo'ydi. Yo'qkan bu. Yo'q. Asta. Ne ketganda? Akishni so'rab qo'y. Saqalliq bir odamni ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Uni mashaqqat kirib ketganligini ko'rgandim. Uni zodi. Ana, Aldamchi! To'xta! To'xta! To'xta deyman. Hoy, taksi! Tez bo'l, tezma. Bu ana, to'xta! To'xta! To'xta deyman. Mashin nomerini ko'rmaylik. Mashin nomerini ko'rmaylik. Tezroq saqlab. Tez. Yo'ldosh. Nima ish? Hozir bir Aldamchi mashina bosib o'tib ketdi. Mashina nomeri qancha? 13804. To'g'ri. 13804. 13804. Voy. 13804 numaralı taksi uçursa tutulanlar. 13804. Oy, Osmanka. Qanday ahvolingiz? Urumchiga qachon keldingiz, a? Ro'yi kayfiyatingiz bekli to'yinqo. Sizni tanıyamadım qo'singlim. Siz meni tanimaysiz, men sizni taniyman. Siz heliqi Yoqub degan qizil ko'zga aldangan Osmankan bu deyman. Şu qizil ko'zning dastidan musha ahvolga tushib qoldim. Bu shaharda meni taniydigan odami borkina.
Dünyayı köymegende köydü. Ko'nglingizni buzmang. Men dal Yoqub degan qizil ko'zning delosini ishlayotgan saqchi bo'laman. Juring, qoldi gapni saqchixonaga berib kelishaylik. Siz saqchimi? Ha. Bak yaxshi bo'ldi. Dünyayı yankığımda bir tiyinmi pul qolmay köymegende köydüm. Xat bu qizil ko'zni. Isming nima? Litip. Yoqub degan kim? Tonimayman. Musa Jangli deganni bilamsa? Men nedim bilay? Boyaqni tonumsa? Ha? Aldamchi degan bu shu. Mushu mening 300 ming yap pulimni evagan. Shu. Aldamchi degan o'zing. Bu qiz bizning munavvar saqchimiz. O sening peyinga g'uljudni tatib tushgan. Bu seningmi? Mening. Rayhon, pulning ikisini chaqiring. Ma'qul. Qani kiring. Bu kishini tanimsiz? Tanıyman. Dal bizni oldiga aldamchi litib, yoq degan mushu. Hey. Bir yildan beri bizni nima jabalaga solding ha? Osmonika. Bo'ldi, ko'nglingizni buzmang. Sizda to'xtam bormi? Bafka. Mana. Buni sen yozganmi? Epinglar. Mana. Mana. Xotirjam bo'ling, sizdan aldab ilib olgan barliq narslaringizni qaytarib beramiz. Sizlarga ko'p rahmat. Yolg'iz mendan emas, Yoqub tarafdan aldangan barliq odamlar nomidan sizlarga ko'p rahmat. Hoy Osmonika. Bu yerda yuriysan go. Qiziq gap qiladigansan Osmonika. Tijoratchi degan pul nada o'zi shu yoq qo'g'lab boradigan gapda. Voy. Bugun qaltis paqirab ketibsan go, ha? Xuddi shahar boshliqlariga o'xshab qolsan juma. Ha, qaraganda dapsodang yaxshi o'xshamanda. Qo'ya, dapning gapini. Hey, men seni bir mehmon qilay. Ma, Rahmat aka. Men hozir mangmoqchi. Haras, sen qachon mangsa? Mangsan billa mangayli. mangsan mangdin, lekin qosoqqa bir nima yo'layli. Bo'ldi. Yo'lda liymam do'q. Chiqar mashinaga. Haras, yeliq aldamchi topdingmi? Hey, topdim, topdim. Men sana shuni gapni qilib degandim. Qaraganda alomat hikoyadan birini anglaydi ekanman-da. Onu bir dema yo'lda bag'ich kuldirib 3 yilni uzuydim-a. Shunda qilib, iliq qizil ko'z, tulkidek shumshib ketdi. Osmonika, Mo'ngloq naqshanda bir nima? O'zdan bir vaqt o'zgarib turadi, bir edi.